Abbosbek Fayzullayevning butsasiga nima uchun qahramon ismi yozilgan? Siz obuna bo'ling, hammasini tushuntirib beraman. Abbosni o'sha o'zimizda o'tgan U20 Osiyo chempionati ilk bor yurtimizga tanitdi desak, adashmagan bo'lamiz. Oxirgi 4-5 yil ichida uning faoliyati kosmik darajada o'sdi. Orada jarohatlar bo'ldi, turli klublarda o'ynadi va lekin hech qachon yo'qolib qolmadi. Qancha yiqilsa ham qayta oyoqqa tura oldi. Jahon chempionati saralashida esa aynan Abbosbek Fayzullayevning gollari bizga asqotdi. Mundialda esa gol urgan ilk o'zbekistonlik futbolchiga aylandi. Bir narsaga e'tibor berdim. U Kolumbiyaga qarshi uchrashuvda jamoadoshlarini ruhlantirib turdi. Menimcha, o'sha Odil Ahmedov, Eldor Shomurodovlardan keyin terma jamoamizning eng asosiy sardorlaridan biri aynan Abbos Fayzullayev bo'lsa kerak. Bugungi kunda Abbosbek Fayzullayev juda katta yutuqlarga erishib kelmoqda. Jahon chempionati saralashida gol urdi, mana mundialda ham gol urdi, millionlab muxlislari bor. Bir qarashda bir futbolchi erishishi kerak bo'lgan natijalarga birin-ketin erishib kelmoqda. Lekin uning bir armoni bor. Gap shundaki, Fayzullayevning futboldagi otasi uning tog'asi hisoblanadi. Qahramon aka uni ilk bor futbolga olib kelgan inson hisoblanadi. Lekin afsuski, taqdir taqozosi bilan u 2020-yilda vafot etgan. Abbosning tog'asi shunday degan: "Sening o'yinlaring stadiondan ko'rish darajasiga yetganda men o'shanda sening orqangda borib o'yinlaringni tomosha qilaman" dedi. Lekin afsuski, bu niyat amalga oshmadi. Ya'ni 2020-yilda yuqorida ta'kidlagandek, uning tog'asi vafot etdi. Shu sababdan ham Abbosbek Fayzullayev menimcha eng katta armonlardan biri o'sha tog'asining tribunadan turib uning o'yinlarini tomosha qila olmagani bo'lsa kerak. Nima ham derdik?